Demak, davom etamiz ustozlar. Endi dizartriyani qanday davolashimiz mumkin? Dizartriyani davolash qanday amalga oshiriladi? Albatta, dizartriya ham murakkab nuqson bo'lganligi va aynan bitta sohaga tegishli bo'lmagani hisobiga davolash kompleks tarzda amalga oshiriladi. Mana kompleks tarzda kimlar ish olib borishi mumkin? Nevrolog, logoped, LFK mutaxassisi, massajchi, fizioterapevt, psixolog, ota-ona dizartriyani korreksiya qilish jamoasi hisoblanadi ustozlar. Mana rasmdan ham ko'rishingiz mumkin. Demak, nevrolog shifokor. Mana nevrolog shifokor nima qiladi? Bu asosiy kasallikni davolaydi, dori darmonlarni belgilaydi, nerv tizimi holatini nazorat qiladi. Ya'ni bu nevrolog shifokor tomonidan amalga oshiriladi. Xo'p, logoped nima ish qiladi? Logoped bu artikulyatsion gimnastika o'tkazadi, nutqiy nafas mashqlarini rivojlantiradi, tovush qo'yadi, mustahkamlaydi, ovoz ustida ishlaydi, fonematik eshitishni yaxshilaydi. Demak, ushbu vazifalarni kim bajaradi? Logoped bajaradi ustozlar. Xo'p, davolovchi jismoniy tarbiya mutaxassisi, ya'ni LFK degani lechebniy fizikultura degani, ya'ni jismoniy tarbiya mutaxassisi. Bu shunchaki jismoniy tarbiya o'qituvchisi emas, balki davolovchi. Ya'ni bu LFK mutaxassisi asosan umumiy va mayda motorikani rivojlantirib, mushak tonusini normaga keltirishga yordam beradi. Tushunarlimi ustozlar? LFK mutaxassisi vazifasini bilib oldingizmi? Mushak tonusini normaga keltirishda yordam beradi ustozlar. Massajchiga keladigan bo'lsak, massajchi, ya'ni yoki logopedik massaj mutaxassisi, o'zimiz logopedlar ham. Bu demak asosan o'sha yuz, til, lab va boshqa artikulyatsion apparat mushaklarni massajini o'tkazish vazifasini demak bajaradi ustozlar. Fizioterapevt esa fizioterapevtik muolajalarni olib boradi, mushak faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Tushunarlimi ustozlar? Psixolog bolani motivatsiyasini oshiradi, muloqotini va emotsional holatini qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni bu vazifani psixolog bajaradi. Ota-onaga keladigan bo'lsak, uy sharoitida mashqlarni davom ettirib, logopedni tavsiyalariga amal qiladi ustozlar. Tushunarlimi? Demak, bu dizartriyani kompleks lecheniya qilish. Xo'p, ana endi diqqat qilamiz. Asosiy kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. Dizartriyada logopedni o'zi aynan nima ish qiladi? Bizaga kerak bo'ladigan asosiy joyi mana shu joyda. Ya'ni dizartriyada logoped ishining ketma-ketligi va logoped ishini asosi nimadan iborat? Birinchi o'rinda bu tekshirish, ya'ni diagnostika qilish. Bu diagnostika qilish qanday amalga oshadi ustozlar? Diagnostika qilish bu birinchi bo'lib anamnez yig'iladi diagnostikada. Xo'p, hozir mana bu joyda tekshirish jarayoni haqida gap ketyapti ustozlar. Birinchi bosqichda biza hali tekshirish jarayonida anamnez yig'iladi. Xo'p, anamnezda nimalar yig'iladi? Homiladorlik va tug'ruq tarixi, kasalliklar, nevrologik tashxislar, ya'ni qanday yana qo'shimcha tashxislari bor. Nutq apparati ko'riladi, til, lab, yumshoq tanglay, pastki jag' holatlari ko'riladi. Agar qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, buni o'zingiz qilmaysiz. Bu muammolarni mutaxassisga jo'natiladi. Mushak tonuslari tekshiriladi. Spastiklik bormi? Bo'shashganlik bormi? Ya'ni gipotonusmi, gipertonusmi? Artikulyatsion harakatlar tekshiriladi. Tilni chiqarish, yuqoriga ko'tarish, yon tomonga suradimi? Lablarni cho'chchaytirish bormi? Bemalol kula oladimi?
Даже yuz muskullarida tonus bo'lsa ham bola bemalol xohlaganday kula olmaydi. Nutqiy nafasni tekshiradi, ya'ni nafas hajmi qanday, bemalol nafas olyapti va bemalol chiqara olyaptimi. Ovoz tekshiriladi, ya'ni ovozni balandligi, kuchi, tembri, manqalanish bormi yo'qmi, mana shu narsalar tekshiriladi. Man tekshirish, ya'ni diagnostika jarayoni haqida gapiryapman ustozlar. Tovush talaffuzi tekshiriladi, unli tovushlar, undosh tovushlar talaffuz qilinadi, bo'g'in so'z gaplarga qo'yib, ya'ni logopedik albom yordamida albatta. Shuningdek fonematik eshitish tekshiriladi, ya'ni tovushlarni farqlay olyaptimi, SZni, SHni farqlay olyaptimi, aytayotgan tovushingizda bundan keyin bu tovush kelyapti, bundan keyin bu tovush kelyapti, ya'ni eshitib farqlash bormi. Shuningdek yutish, chaynash tekshiriladi, ya'ni ovqatni yutyaptimi, so'lak oqyaptimi. Demak, mana shu holatlar diagnostikaga kiradi. Va yana bir narsani aytib o'tay ustozlar, logoped sifatida buni hammasini ham tekshirmasligingiz mumkin, ammo tekshirish jarayoni qanday bo'lishini to'liq sizlarga aytib o'tdim ustozlar. Endi logoped ishining ketma-ketligida ikkinchi bosqich bu logopedik massaj hisoblanadi. Diqqat qilamiz ustozlar. Dizartriyada logopedik massaj ketma-ketligi va asosiy harakatlar ko'rib chiqamiz. Bo'yin va yelka muskullari, yuz muskullari, lab muskullari. Ko'ryapmizmi? Mana yuz muskullarida peshona, ko'ryapmiz-a? Qosh atrofi, yanoqlar, demak yuz muskullaridan massaj qilinadi. Lab muskullaridan esa demak yuqori lab, mana yuqori lab, pastki lab, ko'ryapmiz-a? Labni burchaklari massaj qilinadi. Pastki jag'da jag'ni bo'shashtiramiz. Mana pastki jag. Bunda jag bo'shashtirish massajlari olib boriladi. Til muskullarida tilni uchi, yonlari, mana rasmda ham ko'ring, uchi, yonlari, mana tilni ildiz qismi demak massaj qilinadi. Asosiy harakatlar massajda silash, yengil ishqalash, yengil bosish, tebratish holatlari. Demak, bunda bo'yinda asosan, tushunarlimi? Mana bu yerda qanday ishlash, harakatlar har bittasi berilgan. Asosan yengil, hammasi yengil bosib, yengil silanib, demak yengil ishqalanish va vibratsiya natijasida demak ushbu massaj harakatlarini olib boriladi ustozlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Asosiy harakatlar silashda qo'l holati, ishqalashda qo'l holati, yengil bosish bosh barmoq bilan, tebratish holati, mana vibratsiya. Tushunarlimi? Xo'p, ana endi logopedik massajni asosiy maqsadi nima? Bu mushak tonusini me'yorlashtiradi, til harakatini yaxshilaydi, lab harakatini yaxshilaydi, artikulatsiyani tayyorlab beradi tovush uchun. Tushunarlimi ustozlar? Demak, bu dizartriyada logopedik massajning bizaga kerak bo'ladigan foydalari, ya'ni asosiy maqsadi hisoblanadi. Massajni demak ko'rib oldingizlar, zonalar va qanday massaj qilinishi. Endi logoped ishi ketma-ketligining keyingi bosqichiga o'tamiz. Keyingi bosqich bu dizartriyada artikulyatsion gimnastika mashqlarini o'tkazish. Artikulyatsion gimnastika mashqlari til, lab, yumshoq tanglay, pastki jag muskullarini rivojlantirish uchun o'sha bajariladigan maxsus mashqlar, demak artikulyatsion gimnastika mashqlari hisoblanadi. Demak, artikulyatsion gimnastika holatlarini ko'ring yaxshilab. Mana artikulyatsion apparat harakatchanligini oshirish uchun, ya'ni artikulyatsion apparat harakatchanligini oshirish maqsadida demak artikulyatsion gimnastika mashqlari o'tkaziladi. Artikulyatsion gimnastika mashqlari mushak tonusini me'yorlashtiradi. Tovushni to'g'ri talaffuz qilishga tayyorlab beradi. Ya'ni
tovush to'g'ri talaffuz qilinishi uchun avvalo o'sha holatni, ya'ni o'sha tovush holatni artikulyatsion holatga moslashtirish kerak. Masalan, s tovushi. Mana ovoz chiqarmasdan turib ham tovushning artikulyatsion holatini egallash birinchi o'rinda. Tushunarlimi? Birinchi bo'lib artikulyatsion gimnastikada qarang. Birinchi bo'lib asosan mimik mashq qilinadi. Avval yuz muskullari ishlatiladi. Mana birinchi qatorga diqqat qilamiz. Avvalo mimik mashq mana bular. Kuladi, yuzni bo'shashtiradi, og'zini ochadi, mana og'zi ochiq. Ko'zni yumish holatlari kuzatilishi mumkin. Qilib lunjni mana lunjni shiridi, tushunarlimi? Tilini chiqaryapti. Mana bu holatlar yuz muskullari, ya'ni mimik mashqlarni qilish natijasida yuz muskullarini faollashtiradi. Keyin mana yuz mimik muskullar uchun artikulyatsion gimnastika qildik. Keyin demak lab mashqlarini o'tkazamiz. Lab mashqlarida tabassum qiladi, to'g'rimi? Mana rasmda ham ko'rsatilgan tabassum qiladi, lablarni cho'chchaytiradi, to'g'rimi? Lablarni oldinga cho'chchaytirishi mumkin, tabassum qiladi, naycha qiladi. Shuningdek, har xil paxtani yoki boshqa narsalarni puflash mashqlarini o'tkazishi mumkin, qog'ozni puflashi mumkin. Demak, bular ham artikulyatsion gimnastikani lab bilan bog'liq bo'lgan mashqlariga kiradi, ustozlar. Keyingi mana bu 3-qatorga keladigan bo'lsak, bu demak pastki jag' mashqlari. Og'izni ochish. Mana og'izni ochib yopadi-da asosan. Yarim ochadi og'izni. Katta ochadi, chunki pastki jag' ishlab beradi, to'g'rimi? Bunda jag' harakatlarini nazorat qilish asosan tushuniladi. Mana bu 4-qatorga diqqat qilamiz. Mana 4-qator til mashqlari. Mana belkurakcha, ya'ni tilni keng qilib chiqarish, bu belkurakcha. Tilni ingichka qilib chiqarib qilish mumkin yoki tilni soatcha shakliga keltirish yoki arg'imchoq qilish, tilni yuqoriga, pastga olib chiqib mana harakatlarni amalga oshirish mumkin. Til orqali til bilan taqillatib otcha mashqini bajartirish mumkin, tushunarlimi? Yoki ko'sacha, mana ko'sacha mashqi. Tilni o'rtasini chuqur holatga keltirib ko'sacha mashqini bajarish mumkin. Tushunarli bo'lyaptimi, ustozlar? Xo'p, shuningdek, esnash mashqlarini bajarish mumkin. Mana esnash mashqlari, mana yutalish mashqi, mana bu esnash mashqi. Ko'rdikmi, ustozlar? Mana bu yutish mashqlari, mana bu yutish. Bu esnash, bu yutalish mashqi. Ko'rdingiz? Yoki ovozni mana cho'zib aytish. Tushunarlimi? Bu mana bu holatlar yumshoq tanglayni faoliyatini yaxshilaydi. Mana bu oxiridagi bolani holatlari. Tushunarlimi, ustozlar? Xo'p, ana endi logoped ishining keyingi bosqichiga o'tamiz, ustozlar. Keyingi bosqichi, mana umumiy bosqich saraganimizda aytib o'tgan, og'iz holatini nazorat qilish. Dizartriyada og'iz holati bolada ko'pincha og'iz ochiq turadi. Lablarni yopib tura olmaydi. Sulagi oqadi. Ya'ni bola og'iz holatini nazorat qila olmaydi. Shuning uchun logoped og'izni ochish, yopish, ya'ni og'izni ochish yopish holati bu og'izni nazorat qilish, ya'ni boshqarishga o'rgatadi. Birinchi bosqichda nimani o'rgatamiz? Og'iz holatini nazorat qilishda diqqat qiling. Mana birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, mana 3-bosqich. Birinchi bosqichda lab yordamida og'izni yopish o'rgatiladi. Birinchi og'izni yopib turiladi. Lablarni jipslashtirib, demak, oyna orqali nazorat qiladi. Bola og'izni yop deganda ham o'zi bajaradi, ham oynada o'sha holatni o'zi ko'radi, ya'ni o'zini o'zi nazorat qiladi.
Ikkinchi demak bosqichda esa passiv faol mashq, ya'ni boshni oldinga egish, mana birinchisida boshni orqaga egish, og'izni ochish, yopish mashqlari. Tushunarlimi? Og'izni ochib, yopib, mana shu mashqlarni demak ikkinchi bosqichda nazorat qiladi. Tushunarlimi? Bu og'iz holatini nazorat qilishni ikkinchi bosqichi. Uchinchi bosqichda esa уже faol mashqqa o'tadi. Ya'ni og'zingni katta och desa, og'izni katta ochyapti. Og'zingni yop dedi. Labingni cho'chchaytir dedi mana. Lablaringni tabassum qildir. Уже buyruqlarga o'tdi. Uchinchi bosqich bu, demak, og'iz holatini nazorat qilishni uchinchi bosqichi hisoblanadi. Mana bu mashqlardan asosiy maqsad og'izni yopib turishni o'rgatish. So'lak oqishini kamaytirish, ya'ni og'iz yopiq tursa, so'lak oqishi kamayadi. Og'iz ochiq tursa, so'lak oqib ketaveradi. Lab harakatini kuchaytirish ham mana bu mashqlarni maqsadi. Shuningdek, artikulatsiyani ham yaxshilaydi. Albatta, og'iz, lab harakatlari artikulatsiyasini demak yaxshilab beradi ustozlar. Tushunarli bo'lyaptimi? Endi aynan dizartriyada logoped ishining keyingi bosqichiga o'tamiz. Demak, bu nutqiy nafasni shakllantirish, ya'ni nutqiy nafas qanday qilib shakllantiriladi? Dizartriyada o'sha nutqiy nafasni rivojlantirishning asosiy maqsadi, demak, bu nafas hajmini oshirish, ya'ni uzoq nafas olib, uzoq va tekis chiqarishni o'rgatish. Bu asosiy maqsad. Mana bu ko'rib turgan ekraningizdagi mashqlardan ham asosiy maqsad mana shu nutqiy nafasni rivojlantirish. Bunda birinchi bo'lib burun orqali, albatta burun ketma-ketlikni birinchisida turadi. Ya'ni burundan nafas oladi, mana burundan nafas olyapti, burundan chiqaradi. Yoki burundan oladi, og'izdan chiqaradi. Tushunarlimi? Yoki burundan oladi, burundan chiqaradi, og'izdan chiqaradi, burundan chiqaradi. Nafas olish va chiqarish. Ikkinchi bosqichga o'tadigan bo'lsak, bu birinchi bosqichi mana. Burundan nafas olib, og'izdan chiqadi, burundan chiqardi. Tushunarlimi? Ikkinchi bosqichga o'tadigan bo'lsak, уже bunda qarang. Chuqur nafas olishga majbur qiladigan o'yinlar, ya'ni mana paxta, qog'oz bo'lishi mumkin, ko'ptokcha, sham, suvni qilib stakanga puflash holati qarang. Bularni bajarish uchun, ya'ni o'sha shamni o'chirish uchun qilsangiz o'chmaydi. Qilib, ya'ni chuqurroq nafas chiqarishni talab qiladigan mashq o'sha ikkinchi bosqichda chuqurroq nafas chiqarishni talab qilyaptimi? Demak, chuqur nafas olishni ham talab qiladi. Bu o'sha ikkinchi bosqich. Uchinchi bosqichga o'tadigan bo'lsak, bu og'izdan nafas chiqarish mana. Og'izdan nafas ol, og'izdan chiqar holati mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. To'rtinchi bosqichga o'tadigan bo'lsak, mana bu puflash holatlari, puflash mashqlari. Bunda paxtani puflash mumkin, mana o'yinchoqlarni puflash mumkin, tushunarlimi? Shamni puflash mumkin yoki boshqa holatlar. Keyin esa mana bu joyda unli tovushlarni cho'zib aytish. A, I, O. Mana unli tovushlarni cho'zib aytish holati mana. Tushunarlimi ustozlar? Bu demak bizda nutqiy nafasni shakllantirish bo'yicha olib boradigan ishlarimiz ketma-ketligi hisoblanadi ustozlar. Xo'p, endi keyingi ishimizga o'tamiz. Keyingi bosqich mana ko'rib turganingizdek ovozni rivojlantirish. Bu ham logoped ishiga kiradi ustozlar. Ovozni rivojlantirish.
Xo'p, endi dizartriyada ovozni rivojlantirishni maqsadi ovozni kuchaytirish, ovozni jarangdorligini oshirish, mana ovozni o'sha tembrini yaxshilash, ovoz chiqarishni boshqarishni o'rgatish, demak ovoz rivojlantirishni asosiy maqsadi hisoblanadi. Endi ovozni qanday qilib rivojlantiramiz, bosqichlarini ko'rib chiqamiz ustozlar. Birinchi bosqich albatta artikulyatsion gimnastika va massajdan keyin boshlanadi. Avval gimnastikani qilamiz, yuqorida ko'rib o'tdik. Keyin massajni qilamiz. Bo'yin va yelka muskullarini bo'shashtiramiz. Massaj orqali unli tovushlarni cho'zib aytamiz. Bir nafasda tovushni uzoq ushlab turib, ya'ni nafas holatini ham shakllantiramiz. Oxirida ovoz baland pastligini o'rgatamiz. Past ovozda, baland ovozda. Ovoz temprini rivojlantirish uchun sanash, ya'ni 1 2 3 4 5 6, ya'ni mana shu sanashlarni ham turli ohangda aytsangiz ham, bu ham o'sha tembrni rivojlantirishga yordam beradi ustozlar. Shuningdek, o'sha yumshoq tanglayni faollashtiruvchi nima deydi, mashqlardan foydalanamiz. Esnash, yutish, mana esnash, yutish, yutalish, mana mashqlardan ham foydalansak bo'ladi. Tushunarlimi ustozlar? So'zlarni gapni boshida, oxirida mustahkamlaymiz. Demak, bu ovozni rivojlantirishni ketma-ketligi hisoblanadi ustozlar. Endi diqqat qilamiz, tovush qo'yish jarayoniga yetib keldik. Tovush qo'yish bu bolani noto'g'ri aytayotgan yoki aytolmayotgan tovushini to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatish. Bu tovush qo'yish hisoblanadi ustozlar. Tushunarlimi? Yoki noto'g'ri aytayotgan yoki umuman aytolmayotgan tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatish. Demak, tovush hosil qilishda qanday qilib ketma-ketlikda ish olib boramiz? Birinchi bo'lib tayyorlov bosqichi, albatta bu yuqorida ko'rib o'tgan bosqichlarimiz: massaj, gimnastika, nafas mashqi, ovoz mashqi, tovush qo'yishni boshlang'ichi. Endi tovushni qanday hosil qilamiz? Tovush hosil qilish uchun qaysi tovushni hosil qilmoqchisiz? O'sha tovushni artikulyatsion holatida, lab, tilni to'g'ri holatini logoped bolaga ko'rsatadi ovozsiz. Birinchi uni artikulyatsion holatga keltirib, o'sha orqali, demak, yoki lash orqali tovushlarni hosil qilamiz. Tushunarlimi? Masalan, s tovushda og'iz holati, mana shu holatga keltirib tovush ovoz ichkaridan chiqarsak, artikulyatsion holatni o'sha holatga keltirib, o'sha tovushni holatiga ichkaridan havo chiqarsak, ovoz chiqarsak, o'z-o'zidan o'sha tovush hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Xohlagan bitta tovushingizni dizartriyada dislaliya bilan farqlab olinglar ustozlar. Dislaliyada boshqa edi, alaliyada boshqa edi, rinalaliyada boshqa edi. Bunda umuman boshqa, ya'ni bunda asosan bosh miya nerv markazlari bilan bog'liq bo'lganligi uchun nevropatolog lecheniyasidan so'ng ancha o'zgarishlar ham kuzatiladi va bolada ancha so'z va nutq shakllanadi. Biz uni to'g'irlaymiz. Bizda unaqa o'zlaringizga katta yukini olmanglar. Dizartriyada aynan sizlarni qiladigan ishlaringizni ko'rsatib o'taman ustozlar. Mana shu yo'q tovushlarni yoki noto'g'ri tovushlarni holatiga qarab to'g'irlaymiz va o'sha tovushni birinchi, masalan, s bu tovush emas, s tovush, d tovush, r tovush, s, d, r, sa, so, su, ra, masalan, bular уже bo'g'inga o'tadi. Mana ko'rdingiz? Birinchi tovushda tovushni ayttiramiz, keyin bo'g'inda mustahkamlaymiz, keyin so'zda mustahkamlaymiz, keyin gapda mustahkamlaymiz. Suhbat, erkin nutq. Tushunarlimi? Oxirida rasm asosida gapirish. Bu tovush qo'yish jarayoni hisoblanadi.
Tovush qo'yish jarayonida siz xohlang dislaliyada qo'llagan tovush qo'yish usullarini qo'llang, xoh rinalaliyada qo'llagan usullarimizni qo'llang. Bolani holatidan kelib chiqamiz ustozlar. Shuningdek dizartriyada ham o'sha maxsus o'sha o'rgatgan holatimda daftar tutib bolani doimiy nazorat qilib uydagi holati bilan demak har doim kuzatib borishlaringiz talab qilinadi ustozlar. Tushunarlimi? Mana diqqat qilamiz. Mana bu jadvalda tovush qo'yish ketma-ketligini tayyorlab qo'yganman. Birinchi bo'lib eng oson tovushlar, keyin murakkabroq, mana keyingi tovushlar, murakkab, yana murakkab, qush tovushlar va eng murakkab tovushlar. Endi bu yoqda asosan mana qush tovush degani nima degani? Traktorni aytganda ikkita tovush birga keladi. Tushunarlimi? Yoki ayrimida mana jalyuzi deymiz, xuddi shunga o'xshash tovushlarni murakkabroq aytadigan holati nazarda tutilyapti ustozlar. Tushunarlimi? Asosan tovush qo'yish ketma-ketligini yuqoridan boshlab yozib olsangiz bo'ladi ustozlar. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, dizartriya nerv tizimi zararlanishi, nutq apparati mushaklari buzilishi, artikulatsiya, nafas, ovoz, prosodika buzilishi natijasida yuzaga keladigan va mana shu belgilar asosi dizartriya hisoblanadi. Buni asosi korreksiya qilish orqali demak chiqariladi kompleks velichенияda. Xo'p, korreksiya qilishda logopedning qiladigan ishlari logopedik massaj, gimnastika, nafas mashq, ovoz mashqlari, tovush qo'yish, mustahkamlash va erkin nutq hisoblanadi ustozlar. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling ustozlar.